siz meni tanib turgan Nomeradin chempionlar birinchi marta iltimos qilib so'rayman. Mana shu videoyimni o'tkazib yubormaylar va kerakli tashkilot organ xodimlariga ham shu videolarimni yuborib qo'yinglar. Qumorni reklama qilayotgan, har xil harom xaridchi o'rgatayotgan, kelajagimizni psixologiyasini yoshlarni buzayotgan bitta mashhur basharalar haqida gapirdim. Shulardan qolib ketganlari Monster, Sarik Azartni, Shah Kazino, Shohjahon Ergashev boksyor, Odilxon Kamolov MMA'chi. Ana uni otini aytkim kelmaydi, yana bir marta qaytarib o'tib ketaman. Mayli, ko'pchilik video tashlaganing uchun Humoyun To'xtamurodov. Premier Auto City'ni 8% kredit degan reklamasini ko'rib turib, avtosaloniga borib video oluvdim. Ko'pchiligi manfaatli bo'lsin va shu videosiga izoh so'ragan edim. Bitta shu so'ragan izohim uchun 2 oyga yaqin meni ustimdan hozir gomga, rudiliga, o'tga, bo'tga, bu gomda ishim yopiladi, bu gomda chaqirishadi. Bilmayman, bu qumorni reklama qilayotganlarni yo qanaqadir tashkilotdagilar yo Instagramda ko'rmaydi bularni. Yo ko'rsa ham yo bularni puli bor, yo qanaqadir tanish bilishi bilan hamma ishlarni to'xtatib qo'yishyapti. Taftish ketma-ket bir haftalikning ichida ko'ryapsizlar bu jurnalistlarni qamalganini va kimlargadir va'magat qilganini. Ichki ishlar organlari, davlat organ xodimlari o'zidan o'zi bitta odamni qamab qo'ymaydi. Boshimdan rosa o'tgan, men kashg'ala qilganimda rosa har bitta ishimga javob berganman. Shu odamlar ham menga javob beradi. Men bilan birga yurib, shu avtosalonlarga borib, men bilan birga kak jon kuydirayotganda, kelajagimizni o'ylayotgan bashara qilib ko'rsatganlarni ko'rganimda men xursand bo'ldim. Ko'pchiliginglar kecha paytdan boshlab menga videolar tashladinglar. Sen bilan birga yurgan odam meni Cobalt olib-yu, propan gaz podarka qo'yishibdi deyishyapti. Shu joyda yurtimizdan o'tgan bir ulamoning so'zi esimga tushib ketdi. Kimsaki obro'yu nom topmoq uchun jiddu jahd urur. Internetda, televizorda. Sen ani oshiq, vatanparvar dema. Dunyoparast badbaxt erur bil. Menga tashlagan bu videolardan uzoq so'rayapsizlar, bu qanaqa bo'lib ketdi, yoningizda yurganlar propan yoki mashinali bo'libdi deyishyapti. Men bilmayman, xuddi sizlarga o'xshab men uzoq kutyapman. Videoyim oxirida nima deb o'tib ketmoqchiman? Iltimos, meni ko'rib turgan davlat organ xodimlari, raislari, sizlarning uylarda ham jiyaninglar, nevaranglar, farzandinglar bor. Uylardagi oilaviy muhitinglar, men bitta organ xodimlarini, katta rahbarlarini taniyman, oilasi go'zal tarbiyasi. Iltimos, biz kelajagimiz uchun, yoshlarimiz uchun shu narsada sal kamarbasta bo'lib, mana shu qumor reklama qilayotgan, har xil yolg'on reklama chiqarayotganlarni prosta qulog'ini bitta burab qo'yinglar, iltimos. Qamab qo'yinglar, bir narsa demayman.